Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar. Xudo xolasa Farg'ona viloyat Tashloq tumanida biz akalar Arashan Edilbay qo'chqorlarimiz. 2 donasi Arashan akalar, 3 tasi Edilbay. Arashandan boshlaylik narigindan, ha. Janavor qator bo'ylarini bo'ylar hali akalar qo'zitishda, xudo xolasa. Nihoyatda kelishgan narsalar janavorlar. Metrda olib keling Temirxon. Orqangizda o'n. Bitta bo'yini ko'rib beramiz akalar, asa urug' boplaridan mana. Toza Arashan qo'zi deganlarga akalar. Temirxon ishda turing oğlum siz. Boring, to'rani oching baqa. Kirgizib oling. Yurak o'ziniki bas bo'ladi. Qo'chqordan qo'qiyadi. Akalar, qo'chqorimiz bo'ylari mana xudo xolasa. Rosa bosib o'lchaganimizda ham 90 dan baland chiqyapti. Ishlari mana akalar. Qo'zi janavor. Bo'ldi. Ko'rdik. Quloqlari ham nihoyatda kelishgan narsa akalar. Ishqibozchiligi qo'y qilaman akalarimizga. Hammasini eni bir. O'tlab olmayapti-yu. To'xtab turing. Mahkam ushlab turing, ma. Akalar mana adreslari, dumbar adreslari ham joyida janavordi. Akalar quloqlari xudo xolasa. Quloqlarini 20 ga olaverar ekanmiz mana. 20 ga kelyapti quloq. Janavor. Garbanoslarni qaranglar akalar. Qo'yib yuboring janavorni. Akalar qo'ylarni bo'ylari 90, xudo xolasa 5alasini bir joyga olaman deydigan xaridorlarimiz bo'lsa akalar, beshovsini bir joyga olsalar ham akalar $600 dan qilib beramiz. Bo'ylari 90 dan baland bo'lgan qo'zilarimiz akalar. Xudo xolasa juda vesovoy narsalar akalar. Ishqibozchiligiga boqsalaring sementallarga o'xshab nihoyatda baquvvat narsa bo'ladi bular. Nihoyatda o'sadigan narsalar, qo'zi 90 dan baland bo'lgan narsalar ekan. Agar mana qo'chqorni o'zini oladigan bo'lsalaring akalar, o'zini so'raydiganlar bo'lsa, ichida urug' bopib bitta mana shu Arashanimiz bor, uni $1000 qilib beramiz akalar. Qo'zi 90 dan baland. Qo'ylarimizni bo'ylari ham, xudo xolasa etlari ham hamma yo'q joyida janavorlarda. Akalar iloji boricha layklarda ayamimiz, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib ko'rishni nasib qiladi akalar. Hozir vesovoy egizak qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Akalar, eletni Arashanimiz, xudo xolasa buni o'zimiz bola olganmiz janavordan. Enasini o'zim qochirib berganman. Qo'zi ala akalar janavorni. Qo'limga kelib qolganini qarang. Shunchi bo'ynidan shu olingchi. Voh, qo'ya, unaqa yugurtirmang, sekin. Ke janavor. Mashalloh. Mustafa Bey qo'chqorlari mana. Adreslari ham hamma yo'q joyida akalar. Toza oqishidan. Qo'y metrda olib keling, quloq metrda. Qancha qo'ydingiz hozir? Nima derazada ekan. Bir quloqlarni ham o'lchab beraylik janavorni. Akalar qiziqqanlar bo'lsa, toza liniyalidan akalar. 80 liniyadan janavor. Otasi 80 liniya bo'lgan, enasi akalar toza afg'on bo'lgan.
Quloqlari akalar mana. Toza 20 ga olaverasizlar janovorni. Ne qilsa 20 dan ham oshib chiqyapti. 20 ga olaverasizlar akalar. Yoshlari qo'zicha aka. Qo'zi tishda hali. Endi buzishga kelib qolgan janavor. 14 oylik qo'zimiz akalar. Ko'kraklar ko'ryapsizlar, old oyoqlar kengligi, katsaylarda. Bel yo'g'onligi mana janovorni. Nihoyatda gazavoy akalar janavor. Ishqibozchiligiga qo'y qilaman deganlarga akalar. Garbanos, kalla quloq. Janavor g'ashi go'zal. Quloqlarni ham ko'ryapsizlar akalar. Akalar narxlariga keladigan bo'lsa, akalar 2000 dollarga xayr qilib beramiz. Bemalol telefon qilib chiqaverasizlar janovorni. Bola olaman deganga bemalol bolaga yaraveradigan qo'zimiz akalar. Metrda olib kelinchi Temirxon. Bitta bo'ylarni ko'raylik-chi. Akalar qo'zi qo'chqorimiz bo'ylari mana. Yelkadan rasa bosganimizda ham 90 dan baland akalar mana. 90 dan baland 95 chiqyapti qo'zini bo'yi. Uzunliklar akalar. Yana o'sadi. Ha, janavor. Rasa o'sadigan topdi. Akalar uzunligi birdan oshiq mana. Birdan oshiq. Uzunligi birdan oshiq janavor. Qo'yib yuboring. Bitta yurishlarini tomosha qilaylik jonivorni. Mashalloh akalar. Laglarda ayamimiz iloji boricha tomosha qilib to'ymaydigan narsa akalar. Tomosha qiling, zavqlaning degan joylar akalar. Tomosha qilib maza qilinglar janovorni. Xudo xolasa go'zallik shaydolariga mana akalar. Akalar iloji boricha like'larda ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchilardan ko'rishni nasib qiladi akalar. Mashalloh deb qo'ysak, mashalloh. Mashalloh deb qo'yasizlar mana shu joylariga akalar. Jonivor. Akalar egizchilarni qo'yamiz endi xudo xolasa. Akalar mana Qirg'izdan o'tgan ariq holatda bitta qo'chqor, bitta sog'liq bolalari janovorni. Hozir bo'ylarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bitta bo'ylarini ko'rsataylik bo'lsam janovorda. Nihoyatda bolajonlar. Akalar asosiy bo'ylari janovorni. Mana bo'ylari 92 ga boryapti bo'yi aka. Rasa bossa ham mana 91 ekan. 91 ga olishaveradi. Bo'ylari akalar 91. Bolalari akalar bitta qo'chqor, bitta sog'liq tushgan janovorlar mana. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq tushgan. Narxiga keladigan bo'lsa akalar Samarqandgacha dastavka qilib beramiz. Qo'lga tegadigan narxlar akalar 900 dollar qilib beramiz. Samarqandgacha dastavka bo'ladi akalar. Qo'zilari tug'ilganiga 3 kun bo'ldi. Ikkita qo'chqor, bitta sog'liq tug'di akalar, bitta qo'chqori bo'lmadi janovorda. Qo'yib yuboramiz endi. Hariga ikkita qo'chqorlikni olib chiqingchi. Bitta yoshini ham ko'rsatib bering, aytmoqchi yoshlarini. Bitta yoshlarini janavor. Yoshini ko'rsating. O. Taqob kelingchi. Bitta yoshini ko'raylik. Akalar 6 yashar. Qo'yib yuboring. Bo'ldi, ha. Narigisini olib. Akalar iloji boricha like'larda ayamaymiz. Niholchada. Akalar, ikkala bolasi ham qo'chqor janovordi. Ikkinchi bolalari buni akalar. Ikkosi ham qo'chqor tushgan, toza sog'ra bergan bolani. Mana janavor ko'ryapsizlar.
ishqibozchiligiga qo'y qiladigan narsa akalar. Bitta bo'ylarini, yoshlarini ko'rsataylik janavor, shunchi. Enasi akalar Edilbay. Qirg'izli qo'yi. Bitta tishlarini ko'rsatingchi. Mana akalar 4 yosh. Nimani olib kelinchi metrda qori? Ikkalasi ham akalar qo'chqor tushib bergan mana jonivorlar. Esa bir haftalik qo'zilar mana. Sekin. Odamdan chiq qurkayroq ekan, qo'qar ekan. Bo'ri ko'rgan qo'ymikin bu. 90. Ya bu 90 emas akalar, 85 dan jindek balat ekan. Bo'ylari 85 dan jindek balat. Akalar 10 million so'm qilib beramiz uni. Samarqandgacha dastlabkamiz bor. Bemalol telefon qilib chiqaverasizlar. Akalar bolasi qo'chqor akalar. Endi nariga egizaydi olib chiqing. Yana bitta yangrog'i bor. Akalar bolasi sog'lig'idan so'raganlardan mana. Xudo xolasa. Qirg'izli qo'yi akalar. Kalla quloqlar, ammo garbanoz. Qarashanga tortadi enasi. Bolasi qora afg'ondan tushgan ekan akalar, mana sog'liq bolasi. Ishqibozchiligiga qo'y qilaman degan akalarimizga. Juda go'zal janavor. Bitta o'shancha enasini bir bo'ylarini, tishlarini ko'raylikchi janavor. Qochmaydi bu qo'y, ariq holat. Akalar iloji boricha layklarda yanimiz. Bola ham nihoyatda nomerdan tushib o'rgan ekan janavor haqiqatda. Akalar yana bolani xudo xolasa metrda berib yuboring. Yana bolani xudo xolasa akalar Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Akalar Samarqandgacha 550 dollarga boradi akalar. Bitta tishini ochingchi. Mana yoshlari akalar endi ikkinchi bolasi ekan bu. 4 yoshga o'tyapti. Ikkinchi bolasi janavor. Bitta yosh nimasini ko'ringchi, bo'ylari. Akalar bo'ylari ariq holatda mana ko'rib turibsizlar. 85 ga olaverar ekansizlar bu bo'yin. 85 plusga javob berilaveradi. Qo'yib yuboravering janavor. 550 dollarga akalar Samarqandgacha dastlabkamiz bor. Iloji boricha layklarda yamimiz, obuna bo'lib esdan chiqmasin akalar. Birinchilardan bo'lib ko'rishni nasib qiladi. Hali sori egizachini olib chiqing. Janovorni. Akalar Edilbayskilaridan mana. Janovorlar etlari ham nihoyatda yaxshi bittasi ariqroq, bittasi boladan ajragan, bittasi etlari zo'r holatda akalar. Ikkalasini bir joyga olaman salaring akalar 9 millionga dastlabki qilib beramiz. Janovorni Samarqandgacha qo'chqor bolalarga tavsiya qilamiz akalar. Ishqibozchiligiga qo'y qilaman deganlar. Akalar mana bu oldidagi tishini to'ldirgan, narigisi 4 yosh akalar. Xudo xolasa janovorlar rosa bola oladigan narsalar akalar. Tishlarni ko'rsatib o'tib ketaylik. Akalar yoshlari mana 4 yoshga endi o'tyapti, 3 yoshdan. Bitta tuqqan, ikkinchisiga endi xudo xolasa qo'chqor qo'ssalaring bo'g'oz bo'ladi. Vesovoy narsa akalar. Etlari ham zo'r. Rosa bola oladigan holatda beringchi. Bo'ylarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Bo'ylarini xudo xolasa akalar 80 dan balandga olaverar ekanmiz. Juni bilan 85 dan baland turibdi-yu, 80 dan balandga olaverasizlar akalar. Xudo xolasa narxlarni kelishtirib beriladi. Narigisi akalar, narigini ham shu yoshlarni ko'rsataylik. Bunisi birinchi bitta tuqqan qo'y akalar, xudo xolasa. Akalar bu 6 yashar akalar, tish to'ldirgan janavor. Ikkalasini bir joyga solaylik, 9 millionga akalar xayr qilib beramiz akalar. Telefon qilib chiqaverasizlar, qo'yib yuboravering bularni. Isorilar chiqaring, egizachilarni. Akalar toza simjunlardan so'rayotganlar mana tikka dumbalaridan akalar. Bunisi xudo xolasa akalar bularda endi bo'g'oz qisirligini Alloh biladi, biz bilmaymiz. Chunki biz ham olganmiz bu janovorlarni. Ammo yoshlari yosh. Mana unisi ham toza egizachisi. Mana shu birinchi
ukamiz boqqan, buni o'zimizda mana shu quvada boqilgan qo'y. Pastyanni ikkita tuqqan ekan jonivor. Endi qo'chqonlaring bo'lsa qo'shib olaverasizlar, o'sha sim jundiganidan akalar bu. Jonivor. Bunisi ham akalar ko'rib turibsizlar, mana toza kashdan. Xudo xolasa ikkalasini bir joyga olsalaring akalar, Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz akalar. Qo'lga tegadigan narxi 11 million qilib beramiz akalar. 11 millionga kirib boradi. Bitta yoshlarni ko'rsatib o'tib ketaylik taqsir. Akalar yoshlari mana akalar. Pashti birinchi tug'ish qo'yagan, xudo xolasa endi 3 yasharga endi o'tyapti ekan. Jonivor. Bo'ylari-chi? Bo'ylarini ham ko'rib beraylik-chi. Bo'ylari akalar 85 plyusga olinaverar ekan akalar, 85. Nargisini ham shuncha. Akalar mana shu toza egizachi akalar. Toza kashtanlardan. Bitta yoshini ko'rsatingchi. 3-tug'ish ekan akalar, 5 yoshdan 6 yoshga o'tibdi. Xo'p, bo'ylari bu kishini. Yotib olyaptilar akalar. Yotgan holatda ham 80 dan baland, xudo xolasa. Qo'yib yuboring bor. Akalar iloji boricha layklarda ayamaymiz, obuna bo'lib pesesdan chiqmasin, birinchilardan bo'lib ko'rishni nasib qiladi akalar. Jupini bir joyga olsalaring akalar 11 million so'm qilib beramiz. Bu xona ochavering bor. Jumbalari, zulliklari hamma joyida akalar, kassaklari.